İnson dunyo hayotida bir umr hayot kechirish mobaynida oxiratda najot topishlik, dunyoda ham saodatmand bo'lishligi, ya'ni ikki dunyoda ham halokatdan, zallatdan qutqaradigan, undan omonda bo'ladigan yo'llarni izlashlik, qidirish bilan mashg'ul bo'ladi. Agar kimiki dunyo hayotini isloh qiladigan, saodatmand hayot kechiradigan amallar bilan mashg'ul bo'lsa va oxiratini ham obod qiladigan, bu dunyoda azobdan, gunohdan, do'zaxdan najot topadigan solih amallar bilan mashg'ul bo'lsa, bu banda darhaqiqat zafar topganlar va yutuqqa erishgan kishilar safida bo'ladi.